Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 1-yanvar 2026-yil payshanba kuni. Meni 20-kunim o'yinni to'xtatganim. Ertalabdan turib, niyat qilib, bomdod namozini o'qish uchun masjidga keldim. Ey Allohim, o'zing rahmat eshiklarini ochginsan, ibodatlarimizni o'zing qabul qilginsan. Inshaalloh bomdod namozini o'qib, niyatlarimizni, ibodatlarimizni o'zing qabul qilsan Allohim. Ey Allohim, o'zing yaratgan egam, o'zing berguchisan, o'zing olguchisan, to'g'ri yo'ldan adashtirmaysan. Qilgan gunohlarimiz shu eski yilda qolib ketib, shu ilk kunimiz yangi yildan yangi niyat, yangi orzular bilan boshlansin. Qilgan niyatlarimizni ro'yobga chiqarsin. Ishlarimiz barakatli bo'lsin. Ey Allohim, o'zing to'g'ri yo'ldan adashtirmaysan. Bundan bataridan saqlaysan. Qilgan gunohlarimizni o'zing kechirgaysan Allohim. Har qancha o'zingga ishonma, o'ynayapsanmi, yutkazishing aniq. To'xtatdingmi, sen g'olibsan. Xulosa chiqaring do'stim, vaqtimda to'xtating.